Energiya samaradorligi Milliy agentligi axborot xizmati taqdim etadi. Qisqa, aniq va foydali ma'lumotlar ESMA Info loyihasida. Quyosh panellari quyosh nurlarini elektr energiyasiga aylantirib beradigan maxsus qurilmalardir. Ular asosan tomlarga va ochiq maydonlarga o'rnatiladi va quyosh energiyasidan qayta tiklanuvchi, ekologik toza manba sifatida foydalanish imkonini beradi. Quyosh nuri panel yuzasiga tushadi. Panel ichidagi fotoelementlar nurni qabul qiladi. Natijada elektr toki hosil bo'ladi. Olingan elektr energiya uy, korxona yoki ijtimoiy obyektlarni ta'minlashda ishlatiladi. Quyosh panellarining afzalliklari: bepul va cheksiz energiya manbai, atrof muhitga zarar yetkazmaydi, elektr energiyasi xarajatlarini kamaytiradi. 10 kW quvvatli quyosh panellari bilan oddiy xonadon barcha asosiy texnikani ishlatish imkoniga ega bo'ladi. Jumladan, muzlatgich 24 soat ishlaydi, konditsioner 6 soatgacha, televizor 5 soatgacha, shuningdek kir yuvish mashinasi, mikroto'lqinli pech, elektr plitasi, changyutgich, dazmoldan bemalol foydalanish mumkin. Bunda elektr to'lovlari deyarli 0 ga teng bo'ladi. Muhimi, atrof muhitga zarar yetkazmasdan ekologik toza energiyadan foydalaniladi.